Demak, bugun YouTube platformasidan qanday qilib videolarni yuklab olishni o'rganamiz. Buning uchun mana YouTube'ga kiramiz va YouTube'dan o'zimizga kerakli bo'lgan videoga zaпрос beramiz. Misol uchun o'qituvchilarga ko'proq quvnoq daqiqalar, fiz minutkalar yoki mana bugungi kunda keng foydalanayotgan Bek va Lola kerak bo'ladi. Men hozir Bek va Loladagi birorta bir videoni sizlarga skachat qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana misol uchun quvnoq daqiqalarda foydalanishimiz mumkin bo'lgan mana tonggi mashq qismini yuklab olishga harakat qilamiz. Mana bu videoni bosganingizdan keyin mana bu yerda YouTube va video manzili ko'rsatilgan. Mana shu joyga YouTube so'zini ustiga 2 marta mishkan bosamiz. Va qarang, mana bu yerda 3w.youtube ko'ryapsiz-a? Mana shu 3w.youtube 3w nuqtasidan keyin 2 marta lotincha S harfini bosamiz. Mana 3w nuqtadan keyin 2 marta lotincha S harfini bosdim va klaviaturadan Enter tugmasini bosamiz. Va mana bizning ekranimizda skachat degan so'z hosil bo'ldi. Mana shu oynadagi skachat degan so'zni bosamiz va mana shu hozir aylanyapti. Mana shu yerda yana bir marta yuklab olish degan so'z chiqadi. Mana shunday past qismida skachat yozuvi chiqdi. Mana shu skachat yozuvini bosamiz. Mana shunday mana shunaqa narsa chiqqandan keyin mana download video degan joyini bosganimizda mana bu yerga skachat bo'lyapti. Ko'ryapsizlar? Agar yana bir marta bossangiz, shu videoni 2 marta skachat qiladi. Mana ko'ryapsizlar, 2 ta bo'ldi. Bitta bizga bittasi yetadi. Mana bittasini skachat qilib oladi. Hozir mana shuni olamiz. Va bu kompyuterni загрузка degan papkasiga tushadi. Mana to'ldi. Mana endi ustiga bossangiz, mana shu videoni ochadi. Bu video qayerga, kompyuterni qayersi qismiga tushdi deganda, bu video загрузка qismiga tushadi. Ya'ni moy kompyuterdan mana hozir kirib ko'ramiz. Этот kompyuter mana bu yerga загрузка bor. Mana shu yerga manaki 2 martalab skachat qilib olibman. Mana videolaringiz tushdi. Mana shundan bemalol отправить qilib bemalol fleshkaga yo bo'lmasa Telegramdan tashlab foydalanishingiz mumkin.